Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalomu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga Anas raziyallohu anhudan bo'lgan bir rivoyatdagi ajoyib bir duoni e'tiboringizga havola etaman. Bu duoni qilgan inson, bu duoni o'qigan inson albatta Allohdan so'ruv bo'lsa, albatta beradi inshaalloh taolo. Anas raziyallohu anhu aytadi: bir zamon men payg'ambar alayhissalom bilan birga edim. Bir odam namoz o'qir edi. Namozdan keyin shunday duoni o'qidi: Allohumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan ya badius samawati val ard ya zal jalali val ikram as'alukal jannata va a'udzu bika minan nari. Senga hamd aytib, sendan so'rayman. Sendan boshqa iloh yo'q. Faqat sen borsan. Sen yerlar va osmonlarning yaratuvchisisan. Jalol va ikrom sohibisan. Hay va qayyum zotsan. Bu duoni Rasululloh bilan birga men ham eshitdim. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam Allohga qasamki, shu odamning bu ismi azam ila qilgan duosi aslo rad etilmaydi deya marhamat qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir odamning quyidagi duoni o'qiganini eshitdilar va Allohga qasam ichib, bu duoni albatta qabul bo'ladi dedilar.